O'zbekiston Notarial palatasi tizimida Mening oilam, mening huquqim shiori ostida bepul huquqiy maslahatlar aksiyasiga start berildi. Yuksalish harakati ko'magida tashkil etilgan aksiya doirasida hududlarda aholi bilan yuzma-yuz muloqotlar, uchrashuvlar o'tkazilib, ularning muammolari tizimli o'rganilyapti. Navbatdagi tadbir Farg'ona tumanining qurilish mahalla fuqarolar yig'inida ham bo'lib o'tdi. Unda tumanning Chimyon, Ulug'bek hamda qurilish mahallalarida yashovchi fuqarolar o'zlarini qiynab kelayotgan turli masalalar yuzasidan mutasaddilarga murojaat qildilar. Notarial palataning viloyat hududiy boshqarmasi hamda Yuksalish harakati viloyat hududiy bo'linmasi mutasaddilari fuqarolarga huquqiy yo'nalishda bepul maslahat va tavsiyalar berdilar. Xususan, aholi vakillari meros ishini ochish tartibi, nikoh shartnomalarini rasmiylashtirish, merosxo'rlarni aniqlashda talab etiladigan hujjatlar ro'yxati, to'lovlar hamda merosdan voz kechish tartibi bo'yicha huquqiy bilimlarga ega bo'ldilar. Prezidentimizga rahmat, shunaqa tashkilotlar kelib, bizni aholini ichida qishloq joylarga kelib, muammolarni o'rganishib, hal qilib berishdi. Farzandimga kelinga bo'ldim. Aksiga olib, farzandim Rossiya davlatida ishlayotdi. Oldindan ariza berish maqsadida bularga murojaat qilsam, shu joyda muammoni hal qilishdi. O'sha yerda turib o'g'lim ariza berishi mumkin ekan, kelin bu yerda turib ariza berishi mumkin ekan, muammom hal bo'ladi. O'g'lim kelgandan keyin tibbiy ko'rikdan o'tib to'y bo'ladi. Shuningdek, ishtirokchilarga aksiya doirasida targ'ibot materiallari tarqatilib, ularning huquqiy ong va madaniyatini oshirishga zamin yaratildi.